Amerikadagi Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abbas Tayvan va Yaponiyada o'tkazilgan Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib borgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga munosabatlik programmalarga qatnashdi. O Uyg'ur ayollari bir tarafdan Xitoy erlar bilan to'y qilishga majbur bo'ldi. Yana bir tarafdan majburiy bola tushirishning qurboni bo'ldi dedi. O Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va demokratik hukumatlarga Uyg'urlar uchun harakatga o'tishga chaqiriq qilib mundaq dedi. Millionlagan Uyg'ur bolalari jazo lagerlarga yoki yotoqli maktablarga o'rlashtirilib, Uyg'ur madaniyatini inkor qiladigan va o'zlarining Xitoy ekanligini deydigan kishilarga aylandi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti jumladan dunyodagi barliq davlatlar Xitoy hukumatining insoniy izzat, hurmat, demokratiya, huquq va erkinlikka oshgan urushiga qarshi turishi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishi kerak dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi organ to'rining xabar qilishicha 11 mart Marokashda turishliq Xitoy bosh elchisi Li Changlin Marokash televiziya stansiyasining Sharqi Turkistonga munosabatli masalalar to'g'risidagi ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilgan. Li Changlin Xitoy Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lageri, majburiy emgak qatorliq masalalar haqidagi muxbirning savollariga javob berib, Şinjan'da millet, din yoki kishilik huquq masalasi yo'q, balki zo'ravonlik, terrorlik va bo'lginchilikka qarshi turish masalasi bor deb bildirgan. Amerikada 2024-yilning boshlaridan boshlab TikTokni ma'ni qilishni ovozga qo'yishda yangi xizmatlar ishlanib, 13 mart kuni bu haqda rasmiy ovoz berish haqida qaror elindi. Shu kuni tushdan burungi ovoz berishda darvaqa TikTokni ma'ni qilish haqidagi qonun loyihasi 65 ga qarshi 352 ovoz bilan Avam palatasida to'liq ma'qullikdan o'tdi. Navada bu qonun loyihasi rasmiy qonunga aylansa, ByteDance shirkati uchun ikki xil tanlash huquqi bo'ladi ekan. Biri TikTokni o'zlaridan ayirib tashlab, mustaqil shirkatga aylantirish hamda uni Xitoy hukumatining kontrolidan xoli holda sog'lom taraqqiy qildira oladigan bir shirkatning setib olishiga yo'l qo'yish. Ikkinchisi, navada bu shartlar qabul qilinmasa, TikTokni Amerika tavasida ma'ni qilish hamda mazkur appni olma shirkatining app to'kinidan chiqarib etish. Xitoyning Xebey o'lkasidagi bir restoranda tunugun yuz bergan portlashning moddiy ziyni ko'paymoqda. Sanxi rayonidagi bir restoranda gaz eqib ketish sababidan kelib chiqqan portlashda o'lganlarning soni 7 ga, yaralanganlarning soni 27 ga yetganligi bildirildi. Aloqador tarmoqlar yaralangan 14 kishining davolashdan keyingi doktorxonadan chiqqanligini bayon qildi. Doiralar atrofdagi xizmat o'rinlari va to'xtatilgan mashinalarga zo'r ziyon solgan portlash voqeasiga qarata tekshirishning boshlanganligini va naq maydondagi qutqizish xizmatining oxirlashganligini e'lon qildi. Rossiyada 3 kunlik prezident saylamida bilet tashlash bugun ertagan boshlandi. Saylamda 112 milliondan ortiq saylovchi bilet tashlangan bo'lib, hozir prezident Vladimir Putinning qayta saylanadiganligi mo'ljallanmoqda. 2014-yili Rossiya tajovuz qilib qo'shib olgan Qrimdan boshqa, yaqinqi yillardan Ukrainadan tortib olgan Donetsk, Luhansk, Xerson va Zaporojyada bilet tashlash ib beriladi.